Dunyodagi eng tuturuqsiz, ammo eng haqiqiy xizmat arxeologlar bilan tarixshunoslarning xizmati. Chunki ular tadqiq qiladigan obyektiv ham mavjud emas. Sinchoq salonining bugungi temasi dunyodagi yeshilmagan 3 cho'ng sir. G'ar xarisidagi xazina qayerda? O'lik dengiz qadimgi o'g'imi. 1946-yili O'lik dengiz bo'yida qo'y boqilgan Idris o'ylamagan yerdan yaqin atrofdagi tog' o'ngirda qo'y terisidan yasalgan yuvilgan iziqni bayqab, uni uyga olib kelgan. Shuningdan keyin 20-asrdagi eng ulug' arxeologik bayqash O'lik dengiz qadimgi o'g'imsi dunyoga kelgan. 13 o'ngirdan jami 1000 dan ortiq cho'ng kichik yozmalar topilgan. Buning ichida bir to'liq saqlangan Isaiya kitobi bor bo'lib, ayni vaqtda mavjud bo'lib turgan Masula nusxasidan 1000 yillik uzun tarixga ega. Lekin tarixning uzunligi yana bir masala. Ayni chog'da ko'pchilikning diqqatini tortgani bu qimmatli qo'lyozmalar bo'lmasdan, balki 3-nomerlik o'ngirdan qazilingan misdan yasalgan yozilma edi. Uning ustiga qandaqdir muqaddas kitob yoziq emas, balki 63 dona oltin kumush xazinasining xaritasi xotirlangan. Har bir ko'milgan yerning taxminan o'rni, cho'nqurligi va oltin kumush umum miqdori xotirlangan edi. Lekin do'stlar, dunyo degan o'zgarib turdi. G'ar xarisidagi adres bo'lsa Akirgu xarobis ostida yoki Palampayning sharq tarafida deb xotirlangan. Lekin uning qaysi Palampay yoki qaysi xarobiligi tilga ilinmagan. Shunga uzun yillardan buyon O'lik dengiz qadimgi o'g'imisining rasmini hamma odam ko'rib keldi. Lekin xazina azaldan bayqilib boqmadi. Vaqt mashinasi yoshirilgan qabr bilan rastli vaqtni kesib o'tkazib olamdi. Har qaysi davlatlarning o'zgarishlik rivoyatlari bor. Angliyaning London xalqiga tunish shahar rivoyatlari Hanna Koto ismli bir ayoldan kelgan. Hanna 1849-yil vafot bo'lgan. U hayot vaqtida untinsiz bo'lib, o'lgandan keyin nomi chiqib ketgan. Bu nima uchun? Brompton qabristonligi shu yerdagi 7 cho'ng eng yuqori darajali qabristonlikning biri bo'lib, Hanna Bromptonning markaziga dafn qilingan. 6 metr egizlikdagi qabrga qadimgi Misr ilohlarining naqshlari va tasviriy yozuvlar o'yilgan bo'lib, sirliq ham o'zgacha edi. 1998-yili Reuters agentligining eng xabariga asoslanganda, Hannaning qabrisi hargizmi odatdagi qabr emas. Ichiga xizmat qilayotgan vaqt mashinasi yoshirilgan deb yozgan. O'ylamagan yerdan kishilar Hannaning qabri tishidan necha metr yiroqlikda Misrning bir qadimiy buyum olimi dafn qilinganligini bayqagan. Yana ba'zilar yutib ketgan maxfiy ashib shunda bolasizlar vaqt mashinasi yoshirilgan qabrining ichiga kiralaymiz deyishgan. Misr xonishi qayerga ko'mildi? Kino televiziya rivoyatlari ichidagi Kleopatra 7-chi Misrning Rim tarafidan yutilishiga yo'l qo'ymaslik uchun o'zini tag'arga yugab Kaysarning oldiga olib kelgan tulkijin yoki o'zini afsonaviy ayol iloh qilib yasandirib Antonini o'ziga maftun qilgan ajoyib ziyrak ayol. Lekin tarixshunoslarning tekshirib isbotlashiga asoslanganda Misr xonishining taqdirqi rivoyatlaridek undaq go'zal emas. Aksicha u qarshi turg'ul bo'lmaydigan insoniy sehr kuchiga tayinib Kaysar qatorliq erlarni bo'ysundirgan. Buning bilan Misrda 300 yil so'zilgan tinchlik va mustaqillik qo'lga keltirildi. Uning shaxsiy oqibati to'g'risida tarixshunoslarmi eng keng tarqalgan zaharli ilonlarning o'zini o'ltirib olish ta'limotini qo'llamaydi. Ba'zilar Oktavianchilar qaslab o'ltirgandan keyin o'zini o'ltirib olgan qiyofat yasab qo'ygan deb qaraydi. 2010-yil Germaniya olimlari mundaq deb qaragan. Misr xonisi bilan 4 qiz qazo qilganda hech qanday azob tortmagan. Xuddi aralashma zaharni ichgandan keyin o'lib ketgan o'xshaydi deyish. Sizningcha arxeologiya qanday xizmat? Sinchoqning videolarini yoqtirgan bo'lsangiz, yulduz belgisini besib qo'yishni unutmang.